Koreyada Yuchivon, ya'ni maktabgacha bo'lgan bog'chalar uchun qabul boshlangan. 36 oylikdan yuqori bolalarning ota-onalari ariza topshirishlari mumkin. Biz ham katta qizimiz uchun atrofdagi bog'chalarga ariza topshirgan edik. Joyi bor bog'cha bizni suhbatga chaqirdi, lekin u bog'chaga borib qizimizni bunday Yuchivonga bermaslikka qarshi. Sababi bu Yuchivon katolik cherkoviga qarashli va ta'lim dasturida ham bevosita bolalarga diniy qo'shiqlar, diniy marosimlar o'rgatiladigan bog'cha ekan. Aslida cherkovga qarashli bog'cha, maktab, universitetlar anchagina foizni tashkil qiladi, lekin diniy targ'ibotga asoslangan bog'chaga o'zimni ham birinchi marta duch kelishim. Bunday bog'chalar uchun davlat tomonidan ruxsat beriladi va bu bog'chalarni odatda diniy ta'limga ega direktor boshqaradi. Garchi ta'lim jihatdan davlat talablariga javob bersa ham, diniy axloq va katolik qadriyatlar asosida tarbiya berishadi. Bunday bog'cha o'qituvchilaridan ham diniy qadriyatlarga sodiqlik kutiladi. Chet elda farzand katta qilayotgan ota-onalar ko'plab challenge'larga duch kelishadi. Shulardan eng muhimi esa ovqatlanishga e'tibor beradigan, bizning islom dinimizni hurmat qiladigan bog'cha topa olishdir.